sportivniy Nexia kelib qoldik. Mana gurilashini qarang. Bosing gaz. Voy 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 voy. Bo'ldi, yetadi. Voy voy voy. Juda ham kuchli ekan, lekin boy akam. Haqiqiy yana Nexia 2 ning legendasi shu bo'lsa kerak. Bu lekin zaslonkani zo'rini qo'yishgan ekan, haqiqatan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 super konditsioneri bo'ladi. 90 tali propan gaz baloni uстановка qilib qo'yilgan. Konditsioneri hamma joyi ishlar ekan. Gemoroyi, orqa tog'orasi, xullas hamma joyi butun. Mashinaning bori 99% kraskasi top-toza ekan. Mashinamizda gullagan joylar bor. Krelosda mana metina qilinish joyi bor. Xo'p, eshigida gullagan joyini ko'rdim. Keyin nagi tomon krelosda ozgina qirilgan joyi bor ekan. O'zi uchun kosmetika qilib olsanglar, zo'r holatga keladi. Bu mashinamizni sizlar uchun arzon biroda arzon narxda va nihoyat aytadigan joyimiz shumkani lekin bori idealni qilib qo'yishgan ekan. Eshikni shunday itarasiz yopilib qoldi. Tonirovka raziyasi 5,5 oy ekan. Video registrator, Magic pult ichidagi bor narsalar hammasi sizlar uchun bitta antiradardan tashqari. Kolonka deysizmi, mafon deysizmi, xullas hammasi sizlar uchun. $4,500 qilib belgiladik. 1-2 oyga generalniy доверенность berishar ekan. Oldi sotib qolishlarini so'rab qo'yaptilar egalari. Bemalol mashinani kelasizlar, proverka qilasizlar, sizga yoqadigan bo'lsa olib mazza qilmayishingiz mumkin bo'ladi. Bu mashinani egalarining telefon raqamlarini Telegram kanalimizga qo'yamiz. Telegram kanalimizga kuniga 5 tadan 10 tagacha mashina qo'yamiz. Bu mashinani Telegram kanalimizga qo'ydik. Agar sotilib ketmagan bo'lsa, sizga nasib qiladi. Bosinglar.